Aka, men keldim. Ha ke o'zi kim kelayotgan deb o'tgandik. Aka, esingizdan mashta faqat qo'ylashmacho'la o'ynardik-a. Ha. Albatta ko'p gapirma, hozir boshlaringa mashina o'tib pachaq bo'lasan. Odam cho'pla sindirib sen asabga tegma o'lchayapti. Asab kim odamdi? Otaman dedim. Sonu asabimga tegma masaga deyman. Aka, shu mahalladagilar aqli-noqligimizga rosa havas qilishardi. Hech urishib tarashmagan ekanmiz aka. Yo'q. Urishma! Ikkalaring dastingda mahallada tinchlik bormi? Sen ko'zingga o'layotgan kichkina ham jim o'tir. Ana shu bosh debdaman. Baqirma, to'g'ri tur. Bunday qil, to'xta. Urishma deyapman men senlarga. Qaytib urishganingni ko'rmay, to'nni ichiga qamab olib uraman. Tushundingmi? Ambulatoriyaga admin qilaman. Bakar itini o'ldirib qo'yaman hozir. Shu xonada beg'uborlarcha uxlaydi, uyg'onib ketmasin deb sekin eshikni yopib qo'yardim. Esizdami aka? Aka, uyg'oning. O'zing bilasan. Baqa keling. Tug'ilgan kuningizda ovqat qilib berganim esizdami? Hamma mazza qilib maqtab yegandi-ya. Ha. Xudoga shukr. Nima bo'lo qildik sen uxladingmi nima bo'lo? Ha chiqdim qudada. Qizimsan. Ulgurmadim, dada. Nima bo'lib silgan bizingling?